Joize gazliq anar suyu içimligi. Hikayem var, külken var, kadem izim var. Kimler gider, kimler uzak çıraylık. Anlalar küylürüm ne kadirlik dostlar. Hayatlıdır bir sahne gelip gidiş var. Hikayem var, külken var, kadem izim var. Kimler gider, kimler uzak çıraylık. Anlalar küylürüm ne kadirlik dostlar. Bu programının xas namını Şinjan Paridio Soda Çeklik Şirketi üstüge algan. Mən sizlərinin sırdaş dostlarla Adila Ablis. Şinjan Paridio Soda Çeklik Şirketi xas namını ağan Şinjan Radio Televiziya stansiyasi bilan Özgü Madaniyat Tarqitish Çeklik Şirketi birleşip işlegan Paridio Studiyaga kim keldi programmasi naqshi muzikalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqigan universal san'at programmasi. Biz birinchi ikkinchi qaror studiyaga kim keldi programmamizni ajoyib muvaffaqiyatli tamomlab, har qaysilarning qo'llashiga erishib, mana 3-qarorga qadam qo'ydik. İşinimizki 3-qarordagi har bir son programma cho'qim sizlarning dilinglarga yaqadi.
Şevket, Tursun. Daim uş programmadan burun üçümüz qarab, birsi-birsimizga birden paranglashib etib, anaki aziz mehmon taklif qilyapmiz. Chunki bir tayyorliklarimiz toza yaxshi bo'lsin deyman-ku. Bugungi taklif qilgan bu aziz mehmonimizni biz kutgilbek uzun bo'ldi. Qachon bizning programmaga bir kasgan degan umidda daim aloqalashib turdik. Biz kutgan taqozolik bilan kutgan shu kunlarimiz mana keldi-ya. Adila shundoq shu demisim bek uzun vaqt bo'ldi biz taklif qilyapmiz. Xalqaro opera sahnasidagi rangdor gul, to'lqin simon yuqur ovozi bilan Jungo bulbuli deb nom olgan suyimli san'atkorimiz Dilbar Yunus. Yaxshi. Shunchalik suyundik sizning kelganingizga qanday marhamat. Marhamat. Salam dostlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi akarinchi do'stinglar Alimjon Abduriyim. Bugun men studiyaga kim keldi programmasiga qatnashib, shundoq xushal bo'ldim. Xushal bo'lishimdagi sabab qadrli hurmatli adimiz Dilbar Adam studiyaga kim keldi programmasiga Dilbar Adam qatnashdi. Biz nayt xush bo'ldik. 大家好，我是新疆歌舞团的一名声乐演员，我叫杨雅茹。在学习声乐的路上，迪丽贝尔老师一直是我学习的榜样，是我的超级偶像，我非常喜欢他。 Salam dostlar, yaxshimisizlar? Men Şinjan naqshchi o'migining Tajik naqshchisi Rizvangul Barat. Bugun men Şinjan radio televiziya stansiyasidagi studiyaga kim keldi programmasiga qatnashganligimdan intayin xursandman. Dilbarada studiyaga kim keldi programmasidagi har bir xizmatdoshlar hammamiz sizni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Dilbaradan bo'ladi men studiyaga qatnashay deb oxiri bizga ma'qul bo'lgandi degan birinchi savol qo'yg'im kelyapti. Qaysi taraflarimizga qarab qatnashay deb qoldingiz? 今天谁在录音棚这个栏目做的非常有质量，所以还是因为我们的情谊在，你们的这种不懈的这种执着的精神在，我是为你们的精神执着所感动，把我召唤来了。而且我说我不管是走着来还是爬着来啊，还是飞着来，我这眼睛都睁不开了来，我一定要来。 买了看到不是的，看的那在秋空看不三不买的，但这也变成了我的一个心愿。而且我来到这儿以后，我就感觉我非常非常的感动。我一进来以后，而且我看到团队，不管哪一个部门，我就觉得你们都非常的执着，而且非常专业，都是德很配位，你知道吗？所以，哎呀。 我也觉得这表示给不给嘛，我是ko'rganimga o'zimni baxtli his qildim. Dilbaradan ko'p programmalar qatnashgan, mayli xalqarodagi bo'lsin, davlat ichidagi bo'lsin va yoki Shinjongdagi bo'lsin, ko'p tondoylarni ko'rgan. Shular qarta selishtirib, masalan bizga shundoq chuqur baho bergani hamda demak bizning xil oldida turdi ekanmiz-da, ma'nu bir alg'i ilgirlaydigan bir kuch bo'ldi. Buningdan davomli tirishimiz Dilbarada. Siz Qashqarda tug'ilib o'sdingiz. Qashqarning kindikida. Urumchiga ishildingiz, anadagi Beijingga berib bilim oshirdiz, ankin xalqaroga berib taraqqiy qildingiz va yoki uyadigan nurg'un bilimlarni o'rgandingiz. Oxirida bu bir umr o'rgangan bilimlaringizni, barliq o'zingizning qobiliyatingizni bizning shu vatanimizga javob qaytarishga ishlatdingiz deb o'ylaymiz. 17 yosh, 16 yoshda Urumchiga kelgan. Andikinzi 18'dimi, 19'dimi yo'q Beijingga ketgan. Keyin Beijingda 8 yil o'qishim Zhongyang 音乐学院嘛。qildim Arliqda 参加国际比赛。Andikinzi o'qishni tugatib, andikinzi texmi bu 接力棒一个接一个，一个接一个，我就走出来。我是个很幸运的孩子，所以无论我在哪里。 Şunga meylemen näde olay, näde turay, vatan daim yürekde. Şinjan Uyghur Avtonom rayonu qurulganligining 70 yilligi tantanlariga o'zingizning hissiyotlaringiz qanday bo'lyapti degan bir savolni so'rsam. Men 50年 Şinjan 50年 大庆 qatnashgan. Birdan man 70年 大庆 bo'ldi. Şunga men bunda cho'ng 大型活动和庆祝活动的men daim bor. 这跟我们生活在每一天一样，它就融入在我们的生活里，融入在你的生命里。对，哎，它就是这样的，不能够一直跟天那样买的，真的。天那么买的啊，天那么买的，这应该是一种本能的情怀。 Dilbarada biz boy degandek siz Qashqarda tug'ilib o'sdingiz.
Adam mayli nagil bas özünün jurtun ajoyib seg'inadi. Har doim bu seg'inish o'tini mayli qanchalik muvaffaqiyat qozonib ketgan bo'lsin, ajoyib shon-sharaflarga erishib ketgan bo'lsin, lekin jurt seg'inishini cho'qqim hech kishi qalbidan chiqaramaydi deb o'ylayman. Siz jurtni seg'ingan vaqtingizda tunji bo'lib xiyolingizga va yoki ko'z oldingizga keladigan nima? 你只要在飞机上你下来的时候，你就热爱这个头发，你知道吗？toprak 是肯定是 toprak， 这个头发，尤其是那个长头发，我们的世世代代祖祖辈辈就是在头发当中走到今天的。다임 캐섬 우이 주장대 똑부르나시나 다임 캐섬 우야가 밤에 캐마 아쉬울던 버가든 무슨 아얀데 마양가 버가든 버가가 因为我就想走 근데 근데 부터 이제 오마마 간다 올랍 광장 캡가는 오마마 40실 뭐 45실 올랍게 아셔 kirib bakmalı. 또 küçük vaqtimdagi jiyi bor. Ani qarsak degan cho'nglar ayanda qirt o'ynab atgan, naqsh etib atgan, shaxmat o'ynaydi, choy ichib atgan o'tiradi. U yoqdan mangdiq, bu yoqdan mangdiq, u yoqqa chiqib shu terak bostondayman. Shu kichik vaqtimizda tushimga to'g'ri kirdi men chiqib ketgandan keyin. Bek to'la tushimga kirib ketirgan shu rasmga tushib ketdi, oqsat uni qilib uni saat chiqqan bidim shu kichikgina bir nima edi. 因为那时候我就想起我小时候6月儿童节的bartok 是tushgan qozonlar那些各种那种 toprak 的味道。哎呀 nima qilib degan nima degan baxtliman. Men endi naga borsam deydigan gapim talada tug'an odam他才有这样的体会，真实的体会，这个不是假大空。 men kichkim chikitib degan 35-40 yil turib ketdim. 就是搞事业嘛，我们的经历就是我说我是一个什么，我是100%的 made in China。 因为们他拉的不是跟 maktabda o'qib bakmagan， 就说我的学业都是在国内完成的。我说我是100%的 made in China，100%的 made in 中央音乐学院。我的所有歌曲不是那么aşadan başlangan， aşa tallaylik bo'lib， men这adam tallayhan deydi。 从喀什接到乌鲁木齐，从乌鲁木齐接到北京，从北京直接就接到了国外，就就是一步都没有耽误，就在不停的就学，不停的在一直走在国际舞台上，在外边转悠了啊，这个地球转了一大圈吧。对，men daim daim， 我在50 yaştan burun， 我把我在国内8辈子的事情全都做完了。我们要有不是。 养育之恩要孝敬父母，带的很给包，孝敬父母，孝在自己的父母，大在自己的国家，就是这样。所以我为什么现在回来这样，这也是回报自己，就是国家对你的培养。 回报 demek siz 中央音乐学院ga berib u yerdagi muallimlarning ta'limini ilib Osiyodan operani o'rinlab taraqqiy qilib turib aningdan chet elga yuzilinib mana hozir chet eldami birdan bir operaninki yolg'iz kishilik naqsini o'rinlaydigan faxrlik san'atkorimiz bo'lib mishagicha kelganda buning hammasi talay emas albatta tirishchanlik bu 当然也有我的努力哈我就觉得 我付出了这么多，我们努力了这么多，不就是为了达到就觉得很优秀，站在世界的舞台上，是吧？对，就是要达到这个，就说达到最高境界，买了艺术音乐的最高境界。Monsieur maktabga kirgan chog'ingizdan tatibla maktabda o'qish natijangiz pek yaxshimi? meniki 小学、中学就等于是基本上全浪费掉了。men o'zimda pushayiz qildim, lekin faqat darsga yetishmaydim. Chunki men ayliq naqsh etalayda 小时候bitam o'ynab, bitam naqsh etib, unda bunda qilgandan keyin men shomenshi olib 到处演出嘛. Bir vaqtda faqat yodimdan chiqib ketmaydi. Bir yerda gamal qilib fasho olib ketibdiman. Hozir hech yodimda bor, tam aniga mavjingda mishada suvoq qilib tengib peshonangizga qilsa, yoqmasang chiqmasam bo'lmaydi.
我必须得唱。那晚上你会有这马上开多多门一等了的还，说这个马上可样的是那个车那真的可应有就义那种。开完了后又回到学校，出去是小明星，回到学校啥也听不懂，一考试不及格。үйгендагы вакытыңыз кетмәпті кейін үйгендіңіз Шуңа андекензе ресми андекензе шуңа улаблам киркәт чыгыш полыш план киркәт这样Dilbarada sizning bir ishlardan umidsizlanib qolgan va yoki o'ngishli bo'lmay qoldi degan vaqtlaringiz bo'lganmi? 人的这个命运就是这样，一个点点对了你就对了，一个点没点对你就过去了。9岁嘛10岁不到的时候，men degan akkordni ko'tarib men bekna这muhim bir音乐会还是五一电影院的men bir特别隆重的一个仪式。Ашна прият мен bir o'yin qo'ygan. Meni ma'lum bir qo'lda shofinching, bir qo'lda men meni yutilab chiqib, andikasi ko'tarib o'rtag'izni qo'yib shofinchingni men qo'yib, andiki o'zim aytib naqsh aytib nima men chutib bo'lgan ekan va Hasan 坐着，他来把手风琴拿走，men怎么的tushirib，那就说明我很小，而且还全没干bo'lgan ekan。keyin o'ylab boqsam，是喀什市文工团，人民剧场。是文工团跟欧阳会撒，mandar三mandar这是对着观众哈，三我的话，三那么就两个边儿，下的men是的没的哦，这个观众men mandar对了那么是的没的çıkıp oynaydı kırıktı men下的没蹭，我就蹭到台上都。台下可能哎呀，都所有拿得到那个集体舞，我就这样往下看，可别听那个那个。oyun görüp durgan那就说心里有一种渴望，一种热情，没想到最后是一发不可收拾。我们都羡慕你了。结果结果。Bir kuni uyga nima deb kalqaldim, kirsam itdik. Antikasi anamdan qashqa bir ochqishni olay deb borsam, Kovutandagi Abdurishtikam, Sunpaylu 老师，ashla bolaning档案的调了qilib kelibdi ekan。说men degan，我就说每一个阶段都是很重要的，你知道吗？哎，shaqida bali meni yutilib bilan，我拿的钥匙uyga berib，uyda akkorddan batdi，shu akkordni ilib meni velosipedini orqaga mindirib，我抱着手风琴到人民饭店，下的忙intam agandi。我记得很清楚，76年3月18号，我到的新疆歌舞团，这会儿我就开始。非常努力，非常用功。我知道不是从学院班的个呢，学乐器的要学唱歌，学唱歌呢你要学一门乐器。我这也是一发不可收拾，熏到要是个不这个，因为他跟那个小提琴是指法差不多嘛，我就可以自己独奏了啊，那就不行啊，不是那个乐队该是开不了吧呀的，没得那就不行了，那拿些买的那个叫那图了，那个买了嘛，多买的干一行爱一行。那个是才把我都说，哎呀，他说这个你的这个拉的很好，我弄的恰当用，你还可以继续，但是不是拿这个来的样多，歌舞团就给我安排了一个就是专门培养这里边的计划。84年的时候参加了国际声乐比赛，当然就是说我努力，但是也很用功，我也是属于幸运儿，很幸运。Stodiyagi kim keldi programmamizning xos nomini Xinjiang Paridio so'tchaklik shirkati olgan. Ayrimbog' Marika zali hamkorlashgan. Fiona Lidana kiyim-kechaklari strategik hamkorlashgan. Urumchi Farg'ona yemak-ichmakchaklik shirkati qo'llagan. Faiza Biofantexnika chaklik mas'uliyat shirkati gazliq anar suyi ichimligi qo'llagan. Dilbarada siz mushu mayli davlat ichida bo'lsin va yoki chet ellarda bo'lsin, mush operalarni o'rinlashda cho'qim necha xil til o'tganlardan o'tishingiz to'g'ri keladi, shundaymi? Mayli sen naqshlamsa yoki businessman bo'lamsa，人家已经有各种掌握各种语言的能力，我们这个职业它恰恰就是跟语言直接打交道啊，你得。至少得懂一点这个语言，作为语言你去学习。而且语言强化班根本kirgan，这个是不是很难办？不是的啊，德语班给 kit 发的嘛，不是的，意大利。我还到那我还得学英语，而且拿上了一部比较难的作品的时候，哎呀，市场量就觉得不够，所以我就说
而且我们的作品唱得不够，我的戏是每一部戏都是在外边学出来的，所以我这些年我就根本没有时间去干别的，考虑别的，只能往前走。我到德国发烧了，我一下我就病了，我烧个水的劲儿都没有。أنا كان زي برقدم أزام تك برسها قرادة كانجون قاد قسم هم قلب يتش قلب ماي أشاد أطرب تقطم 这苦不苦也苦，但是你乐在其中，因为什么？你在为事业追求事业的道路上在走。ömrümde qıtım yağaladım, puladım da telefonda sorap turib qısam şöyle olab qalgan. Ojo bolmaptı men bir hal ve itay desem buzuma qo'yib qalgan yaşilin bo'la qalgan. Ashuna ojo Dilberdanның hikoyalari pek ta'sirli ekan. Siz qaysi tamoqni yaxshi ko'rasiz Dilbarda? 我不挑食，我吃饭当时就是一直都是你要有劲儿，不能得病，身体要好。越是有病的时候，你越要吃。买了宁波笋呀，你要有骨你要站得住，把身体搞好，就是这样吃。Dilbarada, siz hozirgacha davlatimizning san'at ma'rifiga o'zingizning bir kishilik kasbingizni qo'shyapsiz. Bunday chiqib aytganda, nurg'un o'quvchilarni tarbiyalayapsiz. Bu o'quvchilarni tarbiyalash jarayonida o'zingizni yerib qoldigan chaqlaringiz bo'ladi deymi? 我也学了无数年哈，我现在都在一线唱着。我有繁重的教学任务，我不太用严师出高徒、名师出高徒带他们，这个妹妹，因为这是一个两个人配合、互相配合的一个过程，没你不行，没我也不行。一个好老师赶上一个很不给力的学生，你也没戏；一个很好的学生赶上一个啥都不是的一个老师，也耽误，你知道吗？对，所以这个是一个互相合作的一个过程。我有些时候都上到10几个小时，再我回去都10点11点，我就会在桌子面前，我就这样能傻待上半个小时，我就会傻傻的。我的10个指头一样齐，好的我也给你尽力的教，不好的我可能会贼辛苦，真的非常辛苦，而且我又这么执着，认真。你要作为一个职业唱跳，它没那么容易，真的。所以你一辈子的这个歌唱的过程，就是你制作这个乐器的过程。Dilberdan mana жылда 2 qitim bizga mushu ish joyiga kelib o'quvchi tarbiyalaydi. 所以很辛苦很累。 Маңа азырақ дәріс берсеңіз, мен сіздің ağzıma ayттым. Мен бұдан қарап келгенде студияға келіп, 我们俩切磋一下。真的也，真的很荣幸Dilberda, рахмет. Dilberda, анан кейін сіз бір мәдениет санат мәркізі құрдыңыз. 到了一定程度，也有就是为培养下一代。当然我在学校也在培养下一代。样音精神的 MS 我的老师沈香，传承沈先生精神，就是我们一个团队也是。 准备这样，这个是一方面。完了以后呢，我们也进行各种各样的合作，比如说我们将来也可以合作。在我们这里头还有个天籁清音迪丽贝尔文化艺术中心，天籁清音晴暖天山艺术中心。里面这个也是我们想更多的在咱们江内，就是把我们的比较优秀的唱家、器乐的优秀的唱家，我们互相也都来参与配合去一块做。 当然现在有个重担，我的重心我也确实想跟我自己的家乡，最后跟我血脉相承的地方，去为自己的家乡做点事情。所以共同努力，所以这个重任，哎呀，这个还是继续需要努力的啊。 Dilberda sizlar bek ko'ngillik paranglashdik. Yana bek uzun paranglashqimiz bor deydi. Naq maydondagilar sizni shunda saqlab ketdi, intizor bo'lib ketdi. Naq maydon bir taklif qo'yaylik. Qani, marhamat Dilberda. 哇，太好了，迪丽贝尔老师马上就要到场了。是的。